Selam Demetey. Sen ulan. Beşten mi? İyi. Kartlar Sinan'da yo'qoltdilar, sog'inalar. Qo'yda onig'ing nega namozga kelmaydilar? Demetey, men ishlamish. Men de shulay dedim ulan. Jaykini kanikulda biroz oqsha ishlab olirga niyatladim dedim. Oğlum, men mana bu uğramdan qo'ytayım hali. Tilasang aydasin de benim bilan. Haydi. Demetey, nik turdanma qaytmaymiz. Birer qo'ya kirasing bormi alla? Yo'q oğlum, yo'q. Sen hisobing bilan uchrashasım kelmay. Ulan da o'zining traktorini remontlab yota. Fen hisobi yaxshi kishi bit. Onu ko'rsak, o'shar bo'lmas edi. Yaxshi kishi oğlum, yaxshi kishi. Lekin onun menga birozgina burchi bor. Hozir ular o'zining burchini to'lay olmay, mumkinligi shekli. Shunga ko'ra yaxshi kishini o'ng'aysiz holda qoldirishga tilamayman. Qiziq kishingni sitma bay. Payg'ambarimiz aytgan ulan. Kimda kim o'zine burchli kishining burchini kechirsa, yaisa kechiktirib tursa, qiyomat kunida Allohning g'arshi ko'lagasida bo'lur degan.